Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Samarqand viloyati Urgut tumani Dehqonobod mahallasida 496-497 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda no'xat ekilgan. Maydon hajmi 16 gektar. Uzunligi eniga 364 metr, bo'yiga 635 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar mana o'nib chiqqan gullash arafasi holatida turibdi. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 16 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari o'rtacha 1 gektardan yer maydonlariga to'g'ri keladi. Loyihani amalga oshirishda lider tadbirkor Fayozxon biznes kelajak fermer xo'jaligi va Javohir dallar uyushmasi ICK ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 48 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.